Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Hozir men sizlarga ajoyib tushuntirish beraman. Men hozir meditatsiya holatidan, ya'ni meditatsiyadan chiqib video yozyapman. Meni ko'rinishimga, qanaqa kiyimda ekanligimga ahamiyat bermang. Meni sizlarga aytayotgan so'zlarimga e'tibor qarating. Men ajoyib qanday insonlarga tushuntirish kerak ekanligim haqida menga ma'lumot keldi. Hurmatli muxlislar, hayron bo'layotgandirsiz, nimani qanday qilib bizga, ya'ni sizga yetkazishimni. Hurmatli muxlislar, sizlar bilan Kamina Olobar Oltinbekni. Men oldin aytardim, men psixolog, men duxovniy nastavnik, men yana boshqa narsalar, meditator. Men esa hozir sizlarga o'zimni tanishtiraman. Oxirgi videolarimda kimning xabari bo'lsa, men hech kim emasman. Hurmatli muxlislar, hozir gapni nimadan boshlashni hozir bilmay turibman. Gap o'zi keladi, davom etadi. Hech qanday narsaga men shu bilan birga hech kim, sizlar ham tayyorgarlik ko'rmaysiz. Siz o'ylaysizki, men o'sha narsaga tayyorgarlik ko'rishim kerak. Men tayyorgarlik ko'rdim, tayyorgarlik ko'rmadim. Aslida qanday bo'lish kerak bo'lsa, shunday bo'lyapti. Hayot shunday ketyapti. Hozir men qanday gapirayotgan bo'lsam, shunday gapirish bo'lyapti. Qanday ko'rinish kerak bo'lsa, shunday ko'rinish bo'lyapti. Hech qanday narsa aslida yo'q. Hech qanday narsa. Agar mana bu din orqali sizga tushuntirsam, hech qanday narsa o'zi yo'qligini sizga tushuntira, yetkiza berishim uchun oddiy narsa. Dunyo yo'qdan yaralgan. Yo'qdan yaralgan. Buni hamma biladi. Kitoblarda o'qigansiz. Sizga kattalar aytishgan. Alloh yo'qdan bor qildi. Alloh yo'qdan yaratdi. Bu dunyo yolg'on. Ro'yo. Buni hammaning xabari bor. Lekin bunga hech kim jiddiy qaramaydi. U ko'rayotgan narsasiga, eshitayotgan narsasiga ishonadi. Aslida buni hammasi ro'yo. Xuddi siz ko'rgan kecha oqshom siz ko'rgan tush. Siz o'ylaysiz, men mana bu tana. Xo'p, tana ko'rayotgan ekan ko'zlar orqali. Tana eshitayotgan ekan quloqlar orqali. Unda siz kecha oqshom uxlaganingizda siz tush ko'rdingiz. Tush. Qayerlardadir, nimalardir qildingiz, kimlar bilandir uchrashdingiz. Qanaqasiga? Agar siz tana bo'lsangiz, tana uxlab yotibdi. Tana ko'rmayapti, ya'ni ko'zlar orqali. Tana eshitmayapti, quloqlar orqali. Lekin siz tushingizda gapiryapsiz, kimlar gapiryapti, siz eshityapsiz. Qayoqdan? Hech bu narsa haqida o'ylab ko'rdingizmi? Yo'q. Juda ham ko'pchiliklar bu haqda o'ylashmaydi. Tushimda shunisi bo'ldi. Bu tush, bu ro'yo.
bu bo'lmagan narsa. Shunchaki tush deb e'tibor berasiz, qaratasiz. Xuddi mana shu hozir siz real, haqiqiy hayot deyotganingiz ham yolg'on. Bu haqda eshitgansiz, boya ham aytdim. Alloh yo'qdan bor qildi. Demak, yo'q. Bu hammasi ro'yo. Ikkinchisi, yana tasdiqlayapti. Alloh aytayapti. Bu yolg'on dunyo deb payg'ambarlar orqali yetkazayapti. Yolg'on bu dunyo. Ro'yo bu dunyo. Ishonmang deb xabar beryapti. Yana bittasi. Yolg'on. Hozirgina kallamda edi. Xana undan yana yo'qoldi. Bu shunday bo'lish kerak ekan, shunday bo'lyapti. Paydo bo'ladi, yo'q bo'ladi. Xuddi kallangizga kelayotgan fikrlar paydo bo'lib yo'q bo'lganday, paydo bo'lib yo'q bo'lganday. Yo'q o'zi. Ro'yo. Yolg'on dunyo. Tushunyapsizmi? Yolg'on dunyo. Yana aytilyapti kitobda, Qur'onda, payg'ambarlar yetkazayapti. Yo'qdan bor qildi. Bu dunyo yolg'on, bu hayot yolg'on. Uyg'oning, bandalar, insonlar. Yana aytayapti. Haqiqiy hayot boshqa joyda. Lekin siz shunday so'zlarni eshitib ham uyg'onmayapsiz. Yo'q, mana shu ko'rayotgan ko'zingizga, eshitayotgan qulog'ingizga ishonib, bu hayot real, haqiqiy hayot deysiz. Ha, eshitganmiz, bu dunyo yolg'on deb yana tashla bilan ovorasiz. Buni faqat xabar topgan insonlar, uyg'ongan insonlar buni bo'ladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar uyg'ongan insonlar hech narsa yo'q ekanligini, faqat bitta narsa bor. Uni hamma har xil ataydi. Yaratgan Alloh, Parvardigor, yana boshqa. O'sha bitta narsa bor. O'sha bitta narsada, ya'ni koinot deydi yana kimlar, olam, borliq deydi. Bu faqat so'zlar, nomlar. Kimdir boshqada ma'no aytsa, koinot deb aytsa, kimdir qanaqadir juda ham dinni mahkam ushlab olganlar, qanaqa koinot, faqat Alloh bor. Farqi nima? Bitta so'z. Hammasi tushunyapsizmi? So'z. Siz shunday tushunasiz, boshqa odam bunday tushunadi. Aslida o'sha bitta narsa, kim nima deb atayotgan narsa, bitta o'sha narsa bor. O'sha narsada hamma narsa bor. Hamma narsa o'shani ichida bo'lyapti. Tushunyapsizmi? Yo'qda. Endi qarang, endi. Shunday narsa. Mana bu hayot. Yo'qdan bor bo'lyapti. Mana siz o'zingizni mana obyekt bor ekan, demak subyekt ham bor. Siz, ya'ni inson obyekt man deydi. Men, ya, men. Menda bor qiladi, men. Obyekt. Endi o'sha obyekt bor ekan, demak obyekt subyekt ham paydo qiladi. Ya'ni obyekt paydo qilmaydi, u o'sha yo'qdan obyekt boyagi mana paydo qilding o'zing. Mana men xohlayman, menga, men obyekt paydo qilding.
obyekt paydo bo'ldi. Obyekt paydo bo'lar ekan, demak subyekt ham paydo bo'ladi. Subyekt bor. Obyekt masalan men degan, ya'ni sen men farqi yo'q. Men sizga tushuntirish uchun aytyapman. Men obyekt, o'sha obyekt yeyishni xohlaydi. Yeyishni, qornini to'yg'izishni, non yeyishni xohlaydi. Obyekt xohladi non yeyishni. Demak, obyekt uchun subyekt paydo bo'ldi. Subyekt. Boshqa non. Subyekt bu non deylik. Obyekt bu sen, subyekt non. Endi obyekt. Subyekt o'sha nonga erishish uchun qanday erishish uchun yana boshqa narsa qanday erishishi mumkin? Non yeyish uchun. Endi mana bu qarang. Obyekt xleb, non, subyekt. Kimlar o'sha nonga, subyektga erishish uchun, yetishish uchun, yetib borish uchun, olish uchun farqi yo'q, qanday yo'lni tanlaydi? Tushunyapsizmi? Qanday yo'lni tanlaydi? Non qilish uchun, o'sha nonga erishish uchun o'sha non yashash kerak, yo non pishirish kerak. Non pishirish uchun esa un olish kerak. Yoki o'sha hammasi bor qilish kerak. Yo bo'lmasam un olish kerak, un olib xamir qolish, yo bo'lmasam yopish kerak, tayyorlash kerak, xullas. Bu uzun vaqt ish, harakat ketadi. Kimdir yana o'shanday obyekt yoki o'sha obyekt boradi, sotib oladi. Yana sal qisqaroq, tayyor nonni sotib olib erishadi. Undan ham qisqarog'i, hech qayerga bormasdan, yana shunaqasi bor. Просто u obyekt, subyekt. Уже u obyekt, subyektda o'sha просто u o'sha narsa xohlaydi va o'sha narsa bor uning uchun. Просто xohish, u hech narsa qilmaydi. Bu juda ham qisqa yo'l. Просто u xohlaydi, o'sha narsa bo'ladi. Farqi yo'q, men sizga aytayapman. Qisqacha qilib tushuntiryapman. Obyekt, subyekt, obyekt bu sen, subyekt bu non. Nonga qanday erishasan, o'sha o'zingga xohlagan narsangga qanday erishasan. Endi nonni o'rniga boshqa narsa bo'lishi mumkin. Avtomobil, tilla. Bilmayman, boshqa narsalar. Pul, obro', muhabbat, nimadir yana, kimdir. Tushunyapsizmi? Judayam oson. Kimdir xuddi o'sha narsaga bitta bu narsa o'sha nonga erishish uchun, non yeyish uchun harakat qilish kerak. O'rnidan turib xamir qorish kerak. Yo bo'lmasam, xamir qilish uchun un yo'q ekan, un borib olish kerak. Yoki o'sha un olishga pul yo'q ekan, pul topish kerak. Yanada murakkab, yanada uzoq yo'lni, qiyinchilik yo'l bilan tanlash yo'li, obyekt shu yo'lni tanlab boradi. O'sha un olish uchun pul yo'q, pul topish uchun ish yo'q. Ish uchun topish uchun ish harakat qilish kerak. Mana shunday alkash-chalkash, uzoq botqoq yo'llar bilan oxiri erishadi. Keyin aytadi, bu nonni topish uchun men uncha harakat qilmaganman.
qadriga yetishim kerak deb o'shanga qadrlab, endi ekonom qilib yeyishim kerak, ekonom qilib tugab qolsa, yana shunday qiynalib topishim kerak deydi. U shu yo'lni tanladi. Xuddi shunday hamma narsa. Hozir ko'plar buni tushunmaydi. Chunki yo'q narsadan paydo bo'ladi hammasi. Alloh aytgan, eshitgansiz, bilasiz, lekin bunga e'tibor qaratmaysiz. Men shunday gapiraman, meni to'nim shunday. Meni qanday qabul qilasiz, qanday qabul qilmaysiz, u o'zingizga havola. Yomon ko'rasizmi meni gapirayotgan gaplarimni yoki mana shunday jarangdor qilib yetkazib berishga harakat qilayotgan o'sha tonimga muhokama qilasizmi? Menga buni ahamiyati yo'q, qiziq emas menga. Menga keldi ma'lumot qanday yetkazib berishim, qanday insonlarga o'sha uyg'onlar yetkazib, miyasiga yetkazib berishim, ma'lumot shunday keldi. Men mana hozir hech har doimgidek hech qanaqa narsaga tayyorgarlik ko'rmay, sochlarim ham taralgani yo'q. Uydagi kiyimim pijamada yuribman. Mana shunday ekranni yoqdim, mana shu men gapiryapman. Gap bu prosta shu bo'lyapti, shunday bo'lyapti. Hech qanaqangi miyada kelayotgan fikrlar, ana shu aql meni boshqarmayapti. To'xta, sen gapirishing kerak. Muloyim. Sen psixologsan, sen meditator, sen duxovniy insonsan, sen menga yetkazib berishing kerak. Yoki sen chiroyli kiyimlar kiyishing kerak, yoki chiroyli joyda, sen odamlarga chiroyli qilib yetkazib chiroyli joylarda yo'q unday narsa. Sochlaringni tarab ol, o'zingga qarab ol, lablaringni bo'yab ol degan narsa, fikrlar menda yo'q. Yo'q, hech qanday plan yo'q. Men plansiz yashayman. Chunki mening planim bilan Allohning plani to'g'ri kelmaydi. Men o'zimni qiynab Allohning planiga qarshi bormayman. Men shunday Allohning menga bergan hayot oqimida shunday yengil oqib ketaveraman. O'shaning uchun ham menga nimalar oson kelaveradi. Oson erishaveraman. Ha, bir insonda bo'layotgan narsa, bir insonda bor narsa sizda ham bormi? Bir insonga nima kerak? Sen o'ylaysanki, bitta inson bor, bitta inson, o'sha insonga uylar, mashinalar, tillolar, qanaqadir obro'lar, sayohatlar. Ana o'sha insonlar sayohat qilayotgan, mashinalari, qo'sha-qo'sha uylari bor insonlar qayg'urmayaptimi? Kasal bo'lmayaptimi? Asabiylashmayaptimi? Xuddi o'sha narsa menda ham bor. Lekin bu narsalar meni kontrol qilmaydi. Tushunyapsizmi? Men ega bo'lgan narsalar yo'qotib qo'ysam, tashlanib, yig'lab. Tushunyapsizmi? Yoki biron joyim og'rib qolsa, siqat bo'lib, kasal bo'lib qoldim, yugurib to'g'rilanishim kerak. Yo'q, menda unday narsa. Men qanday menga nima qaysi paytda bo'layotgan ekan, shundayligicha qabul qilaman. Kurashmayman, qabul qilaman. Hurmatli muxlislar, azizlarim, uyg'oning. Bu dunyo yolg'on dunyo. U narsaga erishish uchun har qanday yo'l bilan erishishingiz mumkin. Ko'nglingizga, qalbingizga quloq soling. Bu dunyoni xoyu havaslari hammasi yo'q narsa. Agar bu dunyoda biron narsaga erishish, o'sha narsa senda bo'lishi, o'sha hayot senda yashash bor ekan, buni albatta yashaysan. Agar o'sha hayot senda yo'q ekan, tashlanib, azob chekma. U hayot sen qanchalik harakat qilma,
u hayot senda bo'lmaydi. Qanchalik bir insonni hayotingda ushlab qolishga harakat qilma, ana folbinlariga borib istaman, sovutaman, mullalarga borib o'qitib olaman, meniki bo'lsin, qanday qilaman, men usiz yasha olmayman. Seniki emas, seniki bo'lmaydi. O'zingni qiynama. Seni hayotingga kimdir kirib kelibdi. Senga nimadir o'sha qancha vaqtdir sen bilan birga bo'libdi. Qanday birga o'tkazding vaqtni. Shunday bo'ldi. Tushunyapsizmi? Hamma narsa insonning hayotiga kimlar kirib keladi? Qanchadir vaqtda hech qanday narsa, hech kim abadiy emas. Xuddi shunday bu hayot ham abadiy emas. Uyg'oning azizim, uyg'oning. Salomat bo'ling.